O'zbek xalq ertagi Alisher Navoiy va Husayn Baykara. Alisher Navoiy Husayn Baykara saroyida bosh vazir ekan. Navoiy bilan bo'lgan uchrashuvlarning birida shoh ko'rsatkich barmog'i bilan boshini ko'rsatibdi. Navoiy barmog'i bilan tilini ko'rsatibdi. Husayn Baykara jilmaygancha boshini qimirlatib tasdiqlabdi. Bu voqeaga guvoh bo'lgan Alisher Navoiyning shogirdi imo-ishoraning ma'nosi nima ekanligini so'rabdi. Shunda Alisher Navoiy mashaqqat bilan topilgan non totliroq bo'ladi deya javobini aytmabdi. Shogird uzoq vaqt bosh qotiribdi, ammo o'ylab hech topa olmabdi. Oxiri ayyorlik qilib ustoziga bildirmay siyohdonni turtib yuboribdi. Shunda Alisher Navoiy: "Abdulatif, nega buncha perishon bo'lmasangiz? Siyohdon ag'darilibdi-ku", debdi. "Kechiring ustoz, haligi jumboqning yechimini o'ylab xayolim qochibdi". Abdulatif Husayn Baykara boshiga ishora qilib, boshga balo nimadan kelishini so'ragan edi. "Men barchasiga til sababchi ekanligiga ishora qildim", deya shogirdiga imo-ishora ma'nosini aytib beribdi. Shogird esa Alisher Navoiyning zakovatiga, donoligiga yana bir bor qoyil qolibdi. Mana ertagimizdan tugadi.